Qizlarjonlar, bu qizimizni yuzlariga botoks qilganmiz. Yuzlarini namlantirish uchun mayda ajinlari ko'p edi. Yuzlariga kollagen qilib berganmiz, papulniy qilib, yuz konturlariga ham ishlab berganmiz. Iyak qilganmiz, lablarini to'rlaganmiz. Hozir korreksiyaga keldilar. Qosh ko'tarib berang. Yaxshilab ko'taramiz qoshni. Qovoq solamiz. Mahkam qovoq solib beramiz. Kul beramiz. Kulganlaridagi holatlari bu postliklari. Qizlar, kimga shunaqa protsedura kerak bo'lsa, mana bemalol kelishlari mumkin. Yoqdimi Sayyoraxon? Ha, rahmat. Olajamiz. Rahmat, qo'llaringiz yengil ekan. Rahmat, katta yo'q, o'rgani yo'q. Mana korreksiyalarni qilib oldik. Salomat bo'ling.